Assalomu alaykum. O'zbekiston. Do'stlar, mana Andijon hokimini qilgan ishlarni bir ko'ringlar. Haqiqiy ehsonni ham, savobni ham bor-ku, rosa joyiga qilibdilar. Aka joningiz sog' bo'lsin. Sizdagi insonlar ko'paysin. Sizga o'xshagan rahbarlar ko'paysin. Gap yo'q, dunyo turguncha turing. Aka, pastdagi videoni ham bir ko'ringlar, o'zingizlar baho berasizlar. Mashina o'tirasan. Mashina o'tiraman, mashina o'tiraman. Keling, mashina o'tiring. Teşekkür ederim. Mashina kelasan. Bu yoqqa bergan yo'qsan ya? Yo'q, bergan yo'q. Dadam rahmatli borligida masjidda asadda boshqa o'g'ishda o'tirgan, shu o'g'ishni ustiga hozir tom qildirib, uni qo'shni devordan foydalanib, tom qildirib masjidni o'zimizga nima qilib olgan. Qanday o'tirsan? Mana mana shu yoqda xonamiz. Bunu devor bittoligi uchun Qarali shohruxton menga aylantirdi. Menga qarali tayyor uylar bormi? Bor tayyor. Necha xonalik? 3 xonalik kerak menga. 2 xonalik. Bormi tayyor? Bor. Hozir Abror senga mashinaga o'tkazib odam olib boradi. Olib kelib kalitini berib, uy topshirasan, shundaymi? Bunday qilasan qizim. rahmat hokimingiz katta rahmat. Prezidentimizga rahmat. Rahmat sizlarga hamisha rahmat. Yangi anchalik ko'raman, ashika uchib borasiz. Beli yashamaysan. Bu bilmasdim.